الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz birodarlar va bu darsni eshitayotgan aziz mo'minlar, Alloh taolo darsimizni manfaatli qilsin. Avvalo o'zimga qolaversa barchamizga oxiratda najot topadigan ilm majlislaridan qilgan bo'lsin. Biz Allohning go'zal ismlaridan va ulug' ismlaridan Asmoil Husnadan dars o'tyapmiz. Bugun Allohning ulug' va go'zal ismlaridan biri Al-Malik ismi haqida dars qilamiz. Al-Malik ismining ta'siroti, ma'nosi va shu ism bilan Alloh taoloni taniymiz. Bu ismni eshitganda insonning qalbida ikkita tuyg'u paydo bo'ladi. Allohning buyukligiga hayrat, o'zining ojizligiga iqror. Mana shu narsa paydo bo'ladi. Chunki Al-Malik butun mulkning yagona egasi, butun mavjudotning yagona podshohi, haqiqiy podshohi ekanligini anglatadi. Al-Malik so'zi qanday? Butun borliqni, maxluqotlarning haqiqiy podshohi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda o'zini bunday tanitadi. Toha surasining 114-oyatida Fata'alallohul malikul haq. Haq bo'lgan, mulki haqiqiy bo'lgan podshoh Alloh oliydir deydi. Va Mu'minun surasining 116-oyatida Fata'alallohul malik la ilaha illa huva robbul arshil karim. Karim arshning Robbisi, undan boshqa iloh yo'q bo'lgan Malik podshoh u Allohdir deydi. Keyin Hashr surasining 23-oyatida Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddus assalam al-mu'min al-muhaymin deb o'zini tanitadi. Ya'ni u Alloh sherigi yo'q bo'lgan yakka yagona Alloh. U Malik podshohdir, Quddusdir, salomat beruvchidir, muhaymindir, mu'mindir, ishonch beruvchidir deb tanitadi. Va Nas surasida Alloh taolo Malikin Nas, insonlarning podshohi deb tanitadi. Va Fotiha surasida Maliki yawmiddin, qiyomat kunining podshohi deb tanitadi. Va bir necha joylarda Alloh taolo mana shunday Malikul haqqul mubin, malakutus samawat deb o'zini mana shunday tanitadi. Malik so'zining ma'nosi nima? Malik so'zi arab tilida tarqoq narsalarni yig'ganga, tarqoqlarni yig'adigan, jamlanadigan narsaga malik deydi. Misol uchun malaktul ajin, xamirni xamir qilib suv quyib, tarqoq unlarni yig'ib xamir qilganni malaktul ajin deydi. Malak so'zi ishlanyapti. Shundan bilamizki, dunyodagi podshohlar xalqning tarqoqligini yig'ib turganligi uchun malik deyiladi ularga. Xalqning tarqoqligini yig'ib boshchi bo'lib turganligi uchun malik deyiladi. Malik so'zining ma'nosi tarqoq narsalarni jamlovchi, sochilgan narsalarni yig'uvchi degan ma'noni bildiradi. Bu tushundik. Xo'p, endi maloika so'zi unda nimani tushunamiz? Maloikada. Maloika so'zi ham malak so'zidan olingan, malik so'zidan olingan. Maloikalar butun borliqdagi narsalarni Allohning izni bilan jamlab ushlab turadi. Kichkina yadrolardan boshlab katta galaktikalargacha, hatto arshni ham farishtalar ushlab turadi. Boshqarib turadi Allohning izni bilan. Shuning uchun ularga shunday ushlashlik, boshqarishlik, hukmronligi berilganligi uchun maloika deyiladi. Shundan bilamizki, dunyodagi boshqaruvlar ko'zimizga ko'ringani bo'lsin, ko'rinmagani bo'lsin, uni haqiqiy boshqaruvchisi kim? Malikul haqqul mubin ekanligi bilinadi. Maliki yawmiddin ekanligi bilinar ekan. Xo'p, Alloh taoloni 4 ta ismi, mana shunga bog'liq 4 ta ohangi bor ismlarida. Malik, Malik, Malikul mulk, Malik.
to'rtta aytiladi. Hammasi ham o'ziga yarasha ma'nolarni bildiradi. Misol uchun, malik so'zi bir narsani egasi ekanligini bildiradi. Bu insonlarda ham ishlanadi, ya. Bir narsani egasiga bu narsaning maliki, egasi deymiz. Malik bir narsani boshqarishlikka ishlanadi. Qarang, boshqarishlikka ishlanadi. Shuning uchun har qanday malik bo'la olmaydi. Har qanday egalikka, bir narsaga ega bo'lgan inson boshqaruvchi bo'la olmaydi. Har qanday boshqarayotgan malik bo'la olmaydi. Qancha podshohlar bor, o'zida hech narsa yo'q. Qancha boylar bor, lekin boshqara olmaydi ko'p joyni. Ikkalasi ham ikki ma'noda. Lekin malikul mulk bu ham mulk, ham boshqaruv egasi, boshqaruvchilar egasi degan. Endi malik qoldi bizda to'rtinchisi. Malik bu bir harf ortiqcha bu yerda. Malik bu o'ta qudratli, o'ta kuchli boshqaruvchi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun arab tilida bir qoida bor. Ziyada fil mabna, ziyada fil ma'na deydi. Harflardagi ziyodalik ma'noga ziyoda beradi. Qarang, malik bilan malik boshqaruvchi. Malik nima? Egalik qiluvchi. Malik bo'lsa, bu o'ta kuchlik, qudratli boshqaruvchi, boshchi, podshoh degan bildiradi. Shuning uchun mana shu ikkita ismni bandalarga qo'ysa bo'ladi. Ikkitasini bandalarga atashlik mumkin emas. Qaysilarini qo'ysa bo'ladi? Malik bilan malikni qo'ysa bo'ladi. Chunki inson bir narsaga malik bo'la biladi. O'z darajasida vaqtinchalik bir narsani boshqara oladi, bir joyni boshqara oladi. Lekin malikul mulk bo'la olmaydi. Ya'ni malikul mulk boshqaruvchilarning egasi bo'la olmaydi. Bu o'ta kuchliroq, bu Allohga teng. Malik bo'la olmaydi. Chunki malik deb qo'yilmaydi odamga ism. O'ta kuchlik, o'ta qudratli podshoh degan ma'noni bildiradi. Ammo malik deb atalsa bo'ladi. Tushunarligi? Buni Alloh taolo Qur'onda aytgan. Malik deb atagan, malik deb atagan. Misol uchun, qad ba'athallohu malika qad ba'athallohu lakum taluta malika. Sizlarga Talutni boshliq qilib yubordi, malika qilib yubordi, malak qilib yubordi, boshliq qilib yubordi deb ataydi Alloh taolo. Yoki Yusuf surasiga qarasangiz, va qalal maliku ituni bi, podshoh aytdi deb aytadi. Shuning uchun bilar ekanmizki, malik insonga atalsa bo'ladi, podshoh, malik debdir. Ammo malik ismi atalmaydi. Rasululloh alayhisalom sallallohu alayhi vasallam Imom Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan, aytganki, inna akhna'a isma indalloh rajulun tasamma malikal amlak. Allohning huzuridagi jirkanch ismlarining bittasi kishi o'zining ismini Malikul Amlak deb nomlashligi. Chunki Alloh taolodan o'zgasi yo'qdi. Malik, ya'ni o'ta qudratlik, o'ta katta podshoh deb. Shuning uchun ham bizlarda u ismni misol uchun Shahanshoh yoki bo'lmasa Olamshoh yoki bo'lmasa Jahongir degan ismlar mana shunga. Dunyoni, jahonni gir aylantiruvchi Shahanshoh, shohlarning shohi. Bu Malik ismiga dalolat qiladi-da, bu ma'no shunga. Tushunyapsizmi? Mana shunday ismlarni qo'yishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Ammo maliklar bo'ladi. Endi aytdik, Malikul Haq, Alloh haqiqiy podshoh dedik. Yana bir Allohning podshohligida sherik yo'q deymiz. La sharika lah. Lahul mulk. Allohning podshohligida sherik yo'q. Haqiqiy podshoh kim? Alloh. Malik shunday so'z. Endi odamlarning mulkicha. Odamlar ba'zi joylarga egalik qilyapti-yu. Ba'zi joylarga podshoh bo'lyapti. Unda Allohning sherigi bo'lib qolyaptimi? Maliklikda, mulk egalikda? Yo'q. Bunga bunday javob beriladi. Odamlarning mulki Allohning mulkining atrofida, tagida aylanadi. Odamlarning podshohligi Allohning podshohligining tagida aylanadi, mustaqil chiqib keta olmaydi. Bunga bir misol keltiramiz. Bunga misol daryodagi ko'pik, dengizdagi ko'piklar. Dengizdagi ko'piklar alohida dengizning yoniga chiqadi. Xuddi ko'zingizga mustaqildek ko'rinadi.
lekin biroz paydo bo'ladida yana dengizga qaytadi. Insonning mulki, insonning molikligi, podshohligi Allohning cheksiz podshohligining xuddi biroz ko'rinishiday, mustaqil bo'lganday, lekin yana qayta Allohning podshohligiga qaytadi, Allohning mulkiga qaytadi. Shuning uchun biz nima deymiz? Inson o'lganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz mulkimiz bu yoqda tursin, biz ham Allohnikimiz, biz unga qaytuvchimiz deymiz. Qaytuvchi. Buni yana bir fontanga o'xshatsangiz, fontan misoli suv otiladi. Suv otiladi, xuddi fontandagi suvdan bo'lakdek bo'lib ko'rinadi. Qaytib qayerga qaytadi? Qaytib yana o'zining asliga qaytadi. Insonning podshohligi, bir narsaga egaligining misoli ham Allohning haqiqiy podshohligining ostida aylanib, qaytib Allohga qaytadi barcha narsa. Qaytib yana tashlaymiz, ketamiz. Kim egalik qiladi unga? Oxir oqibat Alloh taolo egalik qiladi. Alloh taolo podshohlik qiladi. Yana bir misol. Inson katta saroydek uyni, zavlim uyni 10 yilga arendaga oladi. Uni zinatlaydi, mehmon chaqiradi, shu yerda yashaydi. Vaqti tugagach kimga beradi? Egasiga beradi, uyning egasiga qaytaradi. Xuddi dunyodagi podshohlar va bir narsaga mulk bo'lib egalik qilayotgan insonlar ham 40 yildan keyin beradi, ketadi. Boshqaga beradi, egasiga topshiradi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un bo'lib ketadi. Shunda tushunamizki, haqiqiy podshoh kim ekan? Qo'lingizdagi haqiqiy mulkning egasi kim? Robbil alamin ekan. Maliki yawmiddin ekan. Malikul mulk ekan. Malikin nas, insonlarning podshohi ekan u. Shunday. Va yana bolaning qo'liga bir o'nchoqni berasiz. U o'ziniki deydi. Hech kimga bermaydi. Tortib olsangiz yig'laydi. Lekin u o'nchoqni unga kim sotib olib berdi? Ota-onasi. Bola vaqtincha o'ynaydi, lekin asli egasi kim? Ota-onasi sotib olib berdi. Xuddi shuna insonning qo'lidagi do'konlari, insonning qo'lidagi hayvonlari, mollari, insonning qo'lidagi zdaniyalarining barchasi xuddi yosh bolaga berilgan o'nchoq kabidir. Asli u kimniki? Allohniki. Allohga qaytadi. Inson birozdan keyin beradi, ketadi egasiga. Xo'p, la ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'q. Vahdahu, yolg'iz u. La sharika lahu, uning sherigi yo'q mulkda. Xo'p, insonlarning mulkida sherik bor. Allohning mulkida sherik yo'q. Inson bir yeriga malik bo'ladi, ega bo'ladi. yoki bir mamlakatga ega bo'ladi. Lekin u ega bo'layotgan narsada sherik bor. Hatto bir yerga 10 sotix yerga ega bo'lsa, ajrashaman desa xotini yarmini berasan deb chiqadi. Yoki meros berishlik farzandlariga tarqatish kerak bo'ladi. Meni farzandlarim ham yo'q, xotinim ham yo'q, bir o'zimniki bu yer degan chog'ida ham agar shu yerning tegidan boylik chiqib qoladigan bo'lsa, qazilma boylik davlat beqa ber deydi. Chunki davlat egalik qiladi. Insonning mulki nima qiladi? Sherigi bor. Haqiqiy inson malik bo'la olmaydi hech narsaga. Hatto uyiga ham, hatto minayotgan mashinalariga ham, boshqa narsasiga ham asli. Chunki haqiqiy egasi u emas, baribir sherigi bor uni. Misol elektrik lampochkasining misolini olaylik. Masjidda 100 ta lampochka turibdi. 100 ta lampochka yongan bo'lsa, har biri o'zining territoriyasiga yorug'lik beryapti. Men bu yerga yorug'lik beraman deb. Lekin unga kelayotgan elektrik tokining manbai bitta tokdan kelyapti. U ham bir joydan kelyapti. Qarasangiz, asl tok bir joydan kelyapti, hamma joyga yorug'lik beryapti. Xuddi shunday insonning barcha dunyodagi barcha malik mulklar bitta manbaga qaytadi. U Alloh. U Malikul mulkka qaytadi. Shuning uchun haqiqiy podshoh, haqiqiy podshoh deganimiz Alloh degani. Hamma narsa qaytadi unga. Dunyoni bir katta mehmonxonaga o'xshatsangiz bo'ladi. Katta mehmonxona, gostinsaga odamlar keladi, ketadi. O'zi olgan xonaga bir kun egalik qiladi, 2 kun, 10 kun, yana boshqasi keladi, ketadi. Dunyo xuddi shunday. Dunyodagi podshohliklar va siz egalik qilayotgan mulklar
vaqtinchalik berasiz, ketasiz, boshqasi keladi, ketadi shunday. Shunda bilasizki, haqiqiy bu mulkning, yerlarning, narsalarning podshohi Alloh ekanligini. Harun Rashidga bir olim kishi aytgan ekan. Sahrodasiz, sahroda qolib ketdingiz. İchishga bir qultum suv yo'q. O'lay deyapsiz chanqab. Shunda bir odam keldida, mana bir qultum piyola suv beraman. Podshohligingning yarmini berasanmi desa, berarmidingiz deganda, berardim. Nega? Chunki o'lmashim kerak-ku. Dunyoni tapilar. Podshohlikning yarmini berardim degan, bir qultum suvga. Keyin ichingizga kirdi, chiqmasdan qiynayapti. Chiqadigan joydan chiqmasdan qiynayapti. Hozir bizga lazzat bilan chiqyapti-yu, rohatlanyapmiz. Bu chiqmasa qiyin bu. Endi rohat bilan chiqarasan desa, qolgan yarmini berasan desa, berarmidingiz desa, berardim. Yashash kerak. Unda siz egalik qilayotgan maliklik, mulklar bir qultum suvning kirib chiqib ketishligiga arzimayapti degan. Qarang. Qabristonga boring. Qabristonda mening yerim, bu mening zdaniyalarim, bu mening gektar yerlarim, bu mening pullarim degan odamlar nimaga egalik qilyapti? Qayeriga malik bo'lyapti? Bir qarish yerga va u ham yo'q, o'zining tanasiga ham malik bo'la olmayapti, chirib ketyapti. Biz insonlar shundaymiz. Shuning uchun inson o'ziga his qilish kerak. Mening vujudim, borligim, bütün mulklar bu Allohniki. Menga omonatga berib turibdi deyishlik kerak. İnson shunda g'ururlanmaydi. İnson shunda manmanlanmaydi. Chunki o'zing ham asli omonatsan. O'zingga o'zing malik emassan o sen. Alloh taolo shuning uchun aytadi. Kullu man alayha fan. Yer yuzidagi barcha narsalar fani, yo'q bo'ladi. Va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Jalol va ikrom egasi bo'lgan Robbingning o'zi qoladi. Hamma narsa va hamma mulk va hamma narsa yo'q bo'ladi. Kim qoladi? Shunda Alloh taolo nima deydi? Limanil mulkul yawm deydi qiyomat kunida. Bugungi kunning podshohi kim deydi? Kim bugun? Lillah deb javob beriladi. Alloh. Hamma yo'q. Shuning uchun qiyomat kunida Alloh taolo aynal mulukud dunya. Qani dunyoning podshohlari? Qani dunyoning maliklari? Hech kim indamaydi degan. Chunki hech narsa yo'qdi qo'lida. Qarang. Ey inson, sen mening uyim deyotgan uying bir kun seni olib kiradi u uyga. Mehmon qilib emas, janozangni o'qish uchun olib kiradi u xonadonga seni. Tashlaysan, ketasan, boshqalar yashaydi u uyda. Unda uyga ham sen malik emassan. Mening pulim deyapsan. Ertaga ajaling kelganda bir soniya pullaring ushlab tura olmaydi. Tashlaysan, ketasan, boshqalar egalik qiladi. Mening tanam deyapsan. Agar tanangda bir tomir uzilsa, bog'lay olmaysan. Bir tromb qon turib qolsa, yurgiza olmaysan, o'lasan, ketasan. Unda sen nimaga egasan? Hech narsaga ega emassan. Sening borlig'ing, butun narsang Malikul Mulk, haqiqiy podshohniki aslida. Dunyoga kelding. Dunyoga kelganingda ikki quruq qo'l bilan kelding. Dunyodan ketayotgan vaqtingda ham ikki quruq qo'l bilan ketasan. Ana shu ikki bo'sh qo'l orasida meniki deyotgan narsalaring Al-Malikning omonatlari edi senda. Sen shunga g'ururlanib yurgan eding-da. Tushunyapsizmi? Mana shuni bilsa inson Robbisini taniydi, xotirjam bo'ladi. Rizqdan xavotir qilmaydi. Chunki kim rizqni beradigan? Rahbarmi, malikmi? Haqiqiy malik beradi. Haqiqiy mulkning egasi beradi. Senga beradigan zot shu. Shunda inson xotir. Tavakkul ham qila biladi. Kim senga egalik qilayotgan? Sening butun borlig'ingga egalik qilayotgan kim? Malik. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom Ibn Abbosni otlarining ustiga o'tkazib olib ketayotgan, "Ey Ibn Abbos, bir so'zlar aytaman" degan. Yodlab olgin degan. Allohni saqla, Alloh ham seni saqlaydi. Allohga tanil, xursandchilik vaqtingda Alloh seni taniydi. Shunda aytganki, butun insonlar senga ziyon beramiz deb yig'ilsa, senga ziyon bera olmaydi, Alloh yozmagan bo'lsa.
Bütün insonlar senga "Men shuni bir foyda beraylik bunga. Buni bir ko'taraylik buni" desa, ko'tara olmaydi. Senga foyda bera olmaydi. Alloh uni yozmagan bo'lsa. Tavakkulda bu. İşanas bo'ldi. Keldi, Allohniki degandek. Shuning uchun bir olimdan so'ralgan ekan, "Mashallah, mana uyingiz bor ekan, mashinalaringiz bor ekan" deganda aytgan ekanki, "Bu meniki emas, Allohniki, vaqtincha menga berib turibdi. Bugun bor, erta yo'q. Vaqtincha foydalanishlikka berib turibdi." Inson mana shunday his qilsa, o'ziga kelgan mulkdan, o'ziga kelgan egalik qilayotgan narsasidan g'ururlanmaydi. Qarang. To'g'rimi? Xo'p. Bu ismdan nimani tushunamiz endi? Qanday tushunamiz bu ismni? Bu ismni shunday tushunamizki, bu bizga qanday ta'sir berish kerak bu ism? Malik degan ism, podshoh degan ism. Dunyodagi podshohlarda nima fazilat bo'lsa, batariqa Allohga shu fazilatni berishimiz kerak. Dunyodagi podshohlarga nima kamchilik bo'lib, noqislik bo'lib, obro'yini tushirayotgan bo'lsa, batariqa Alloh taolo u narsalarni biz ham yo'q qilishligimiz kerak. Haqiqiy podshohdan uni biz yo'q qilishligimiz kerak. Misol, ulardan misol, dunyodagi podshohlar podshoh bo'lishligi bilan odamlar ularni muhtaramim, podshohimiz, maqtovlar, olqishlar aytadi. Endi batariqa Alloh haqiqiy mulk egasi ekanmi? Dunyo va oxiratning podshoh, unga hamd aytilishlik kerak. Unga hamd va sanolar aytilishlikka loyiq iloh ekan unda. Shuning uchun qarang, lahul mulk va lahul hamd deb keladi. Doim mulkni aytganda Alloh taolo hamdni aytinglar deb keladi. Chunki dunyo podshohlari maqtalyapti. Dunyo podshohlarini sen muhtaram deyapsan. Mayli, aytamiz, podshohimiz. Lekin haqiqiy podshohimiz, yo'qdan bor qilgan dunyo va oxiratimizning podshohiga hamd sanolar aytilishlik kerak. Yana dunyo podshohlari, maliklari itoat qilinmasa ularga, ular jinoyatchilar deyiladi. Bu tariqa Alloh taolo haqiqiy haqqul mubin, malikul haqqul mubin ekan, haqiqiy podshoh ekan. Unga itoat qilinmaganlar kimlar? Mujrimlar, jinoyatchilar. Alloh taolo ko'p joyda innahum mujrimun, ular mujrimlar, jinoyatchilar deydi. Dunyo podshohlariga itoat qilinmasa jinoyatchi bo'lyaptimi? Batariqa Alloh taologa, haqiqiy podshohga itoat qilinmaganda inson jinoyatchi bo'ladi. Unga azob oladi, jazolanadi. Xo'p, kichik podshohlarni haqorat qilinsa, kichik podshoh, hokimlar yoki bir mamlakatning podshohlari haqorat qilinsa, masxara qilinsa, jazolanadimi? Tarbiyalanadimi? Bu tariqa haqiqiy podshoh masxara qilinmasligi kerak. Haqiqiy podshohning vazirlari, maloikalari, farishta yoki maloikalari, payg'ambarlari masxara qilinmasligi kerak. Shuning uchun Alloh taolo dindan chiqadi, kofir bo'ladi va uni haqiqiy jahannamga tushadi. Birdan dindan chiqib ketadi. Allohni va rasulini masxara qilgan odam. Qul abillahi va ayatihi kuntum tastahzi'un. Ayting, u Alloh bilan va rasuli bilan masxara qilib o'ynashadimi, hazillashadimi deydi. Qarang. Xo'p, har qanday 4-si, har qanday podshohni armiyasi bor dunyoda. Har qanday malikni, ya'ni malikni, podshohning armiyasi bor. Shu armiyasi bilan himoyalaniladi va shu armiyasi bilan qudrati ko'rinadi. Endi haqiqiy podshoh bo'lgan dunyo va oxiratning podshohining ham nimalari bor? Askarlari bor. Alloh taolo Qur'onda nima deydi? Valillahi junudus samawati val ard. Osmon va yerlar va ichidagi narsalar Allohning askarlari deydi. Qarang, butun bir narsa Allohning askariga aylanadi. Dunyodagi podshohlar faqat odamlarni askar qilib olsa, qurollar bilan shu askar qilinsa, Allohning askarlari shundayki, ko'zga ko'rinmagan narsalar bilan halok qiladi. Jang qiladi. Nima u? To'fon. Samud va boshqa qavmlar to'fon bilan yo'q bo'lmadimi? Chigirtkalari bilan yo'q bo'lmadimi? Qurbaqalarni ustiga yog'dirmadimi? Shamollar. Butun narsa Allohning askarlari, maloikalar
Badrda malaikalar tushib urushmadimi? Ko'ryapsizmi? Shunda Alloh taolo podsho va uning askarlari bor. Inson shundan himoyalanishligi yoki bilishligi kerak bo'ladi. Dunyodagi maliklar, podshohlar itoat qilsa, dunyodagi podshohlarga itoat qilinsa mukofotlar beriladi. Mana bu prezidentning aytganini qilindi, unga bunday mukofot beramiz. Bu prezidentning aytganini qilmaganligi uchun, shu podshohga qarshi chiqqanligi uchun qamoqqa tushiladi deydi. Haqiqiy malikul haqqul mubin, haqiqiy podshoh agar unga itoat qilinsa Alloh jannatni beradi. Agar unga itoat qilinmasdan qarshi chiqilsa Alloh do'zaxni beradi. Shuncha aytadi, nima uchun do'zaxni yaratgan? Alloh mehribon bo'lsa nega dunyo podshohlari qamoqni yaratyapti? Chunki u yerda buzuqlar tarbiyalanadi. Xuddi shunday Alloh taolo ham do'zaxni o'ziga itoat qilmaganlar, malikka, haqiqiy podshohga itoat qilinmaganlar u yerda tarbiyalanadi. Dunyodagi podshohlarning siyosatini ba'zan sir tutadi, ya. Dunyodagi podshoh hammani ham xalqqa hamma narsani ham aytavermaydi. Ba'zi masalalar yopiq majlislar, yopiq yig'inlar, kelishuvlar bo'ladi. Hamma xalqqa ham ommaga ham ko'rinmaydi. Nega? Chunki u ta'sir ko'rsatishligi mumkin, natija bermay qolishligi mumkin. Shuning uchun o'zining yopiq siyosati bo'ladi. Alloh taoloni ham haqiqiy malik podshohni ham xuddi shunday sirlari bor. Bu koinotni boshqarishligida. Qiyomat qachon bilmaymiz. Bu bir siyosat. Kimsaning ajali qachon? Bu ham bir yashirilgan. Bu Allohning bir siyosati. Kimga qachon yomg'ir yog'adi, qayerga yog'adi bilmaymiz. O'g'ilmi, qizmi bilmaymiz. G'aybiy narsalar. Allohning maxfiy siyosati. Xo'p, har qanday podshoh o'zini qonunini, o'zi tuzgan konstitutsiyani odamlar ulug'lashligini, odamlar shunga bo'ysunishligini istaydi. Endi batariqa Alloh taolo malikul haqqul mubin ekan, maliki yawmiddin, oxiratning podshohi ekan. Alloh taolo ham o'zi yaratgan Qur'oniga, shariatiga odamlarning bo'ysunishligini istaydi. Odamlar shunga itoat qilishligini istaydi. Odamlarga yozgan taqdiriga rozi bo'lishligini istaydi. Qonunga siz rozimisiz, rozi emassizmi? U maslahat bilan chiqarildi, unga bo'ysunishligingiz kerak qonunga. Xuddi shunday Alloh taolo yaratgan taqdiriga inson rozi bo'lishligi kerak. Alloh taolo aytadi: "Man radiya falahu rido." Kim rozi bo'lsa, unga rozilik, kim norozi bo'lsa, unga norozilik beriladi degan. Yoki hadisi qudusiyda: "Ya abdi illam tarda bi qadoi", ey bandam, mening taqdiri qazoyimga rozi bo'lmasang, unda mening samoimdan chiqib ketgin. O'zingga mendan boshqa ilohning tanlab olgin degan. Bu degan tahdid, ya'ni rozi bo'lishlik kerak. Xuddi qonunlarga rozi bo'layotgandek. Xo'p, ba'zida dunyo podshohlari xalqini ba'zi narsalardan tiyadi, qisib qo'yadi. Nega? Xalqning ko'zi ochilsin yoki xalq o'zini bosib olsin deganday gazlarni, svetlarni, toklarni, elektrik yoki internetlarni o'chirib qisqartirib qo'yadi. Xalqni tarbiyalashlik uchun. Matariqa Alloh taolo malikul haqqul mubin ekan, Allohga misol keltirish oliy, lekin tushunishligimiz uchun aytyapman. Alloh taolo ham ba'zidan bandalaridan ba'zi narsalarni tiyadi. Qizg'anganligidan emas, bandalarning ko'zi ochilishligi uchun. Ba'zan yomg'irni bermay qo'yadi. Ba'zan rizqni tang qilib qo'yadi. Ba'zan mevalarni o'stirmay, pishirmay qo'yadi. Nega? Tarbiyalanishligimiz uchun, tushunishligimiz uchun. Dunyo podshohlarining oldiga kirganda inson chiroyli kiyimlarini kiyadi. Gaplarini o'ylanib gapiradi. Malikul haqqul mubinning oldiga kirganda, bilan munojat qilayotganda ham inson haqiqiy chiroyli kiyimlarini kiyishlik kerak bo'ladi. Pok kiyimlarini kiyishlik kerak. U zot haqida o'ylanib gapirishlik kerak bo'ladi. Dunyo podshohlarining xos odamlari bo'ladi. Unga hech kim tegilmaydi. Agar tegilsin, nima bo'ladi? Xos odamlari, xos maslahatchilari, xos o'ziga yaqin tutganlari bo'ladi. Alloh taoloning ham malik, haqiqiy podshoh, maliki yawmiddinning ham xos bandalari bor. Ahlul Qur'on va ahlullohi xossatu. Qur'on ahli Allohning xos ahli. Shuning uchun mu'minlar Allohning xos ahli.
Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda, hadisda Qur'on ahli mening xos ahlim degan u. Faman adali waliyan, mening valiyimga kim dushmanlik qilsa, faqat azantuhu bil harb, urush e'lon qilaman deganda unga. Tushunyapsizmi? Urush e'lon qilaman degan. Xuddi shunday Allohga urush e'lon qilgan va Alloh bilan urushgan podshoh bilan inson urusha oladimi? Oddiy odam podshohga qarshi chiqa oladimi? Tabiiy yengiladi. Endi haqbatari qala Alloh taolo haqiqiy podshoh. Kim ribo yesa, men un bilan urushaman degan. Yengiladimi? Yengiladi. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak, haqiqiy podshoh kim? Malikul haqqul mubin ekan. Haqiqiy maqtov unga aytilishlik kerak ekan. Haqiqiy iltijo unga qilinishlik kerak ekan. Shundan bilamizki, haqiqiy so'raydigan bo'lsak, kimdan so'rashligimiz kerak? Malikdan so'rashligimiz kerak ekan. Beruvchi shu. O'xshamagan narsalarni o'xshatib qo'yuvchi, berilmayotgan narsalarni berib qo'yuvchi, bitmayotgan narsalarni bitirib qo'yuvchi kim? Malik. Malikul mulk. Malik ana shu zot. Shuning uchun biz Asmaul Husnani nima uchun o'rganamiz? Allohning go'zal ismlari va sifatlarini. Mana shunda Robbimizni taniy boshlaymiz biz. Robbimizni shunda taniy boshlaymiz, to'g'rimi? Xo'p, yana qiziq. Dunyo podshohlarining oldiga kirishlik uchun ruxsat kerak. Sizga ruxsat berilishlik kerak. Vosita kerak onaga. Yoki soqchilardan o'tish kerak. Lekin Malikul mulkning oldiga kirganingizda faqat siz qo'lingizni cho'zib duo qilishingiz kerak, xolos. Faqat tunda turish kerak. Shunda u Robbga yaqinroq bo'lasiz. Malikka yaqinroq bo'lasiz. Qarang. Robb desangiz kifoya unga. Robb desangiz kifoya. Va har qanday podshoh xalqining oldida hamma xalq fuqarolar birdek degan o'zining nimasi bo'ladi? Shiori bo'ladi. Mana shu joyda yashayotgan, mamlakatda yashayotgan fuqarolarning haq-huquqlari birday, kimga bo'lsin? Boyiga bo'lsin, gadoyi bo'lsin. Alloh taoloning ham oldida, haqiqiy Malikning oldida ham xuddi shunday. Hamma birday. Shariat hammaga birday. Shuning uchun Banu Najjar qabilasidan bir ayol o'g'irlik qilganida o'rtaga Usama ibn Zaydni qo'ydi. Borsang Rasululloh bilan yaqinsan. Gaplash qo'lini kesmasin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Fatima qizim o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedi. Din haqiqiy din adolatli Alloh taoloning oldida. Qarang, hamma birday uning oldida. Shunday. Endi azizlar, mana shu ismdan bizlar qanday nasib olamiz? Mana shu ismdan. Birinchi, tavakkulni kuchaytiramiz. Agar butun mulk Allohniki bo'lsa, nega bandadan qo'rqsin inson? Nega boshqadan qo'rqsin? Nega Malikdan qo'rqmaydi? Nega mulk haqiqiy podshohdan qo'rqishi kerak bunda? Xo'p, kibrni yo'q qiladi. Chunki kimligidan qat'iy nazar bir kasallik kelsa ojizsan. Bir tuproqqa kirsang tamomsan. Shunday ekan nima uchun kibr qiladi? Haqiqiy buyuklik al-Malik ekan. Shu ekan. Duolarni ko'paytiradi. Nega? Chunki siz kimdan so'rayapsiz? Siz bir chegaralarga qancha ming kvadratlik egalik qilgan podshohdan emas, siz kimdan? Butun koinotning egasidan so'rayapsiz. Butun koinotning egasi sizni eshityapti. Shuning uchun duoni ko'paytirishlik kerakki, siz kimga murojaat qilayotganligingizni bilishligingiz kerak bo'ladi. Jannat ahlining baxti ham xuddi shunday. Jannat ahli haqiqiy podshohni ko'radi. Insonlarning armonida bir prezident bilan uchrashsam, shu podshoh bilan bir suratga tushsam degan armoni bo'ladi, to'g'rimi? Lekin qanday bandaning armoni haqiqiy podshoh bilan ko'rishlik armoni bo'lmaydi. Hamma narsaning egasi bo'lib turgan. U jannatda mo'minlarga ko'riladi. Shuning uchun azizlar,
Mana shundan bilamizki, shundan qalbimizni xotirjam qilamiz. Ya'ni butun narsa Allohniki. Biz so'rasak beradi, agar biz unga loyiq bo'lsak. Bo'lmasa Alloh olib qo'yadi. Bu dunyodagi egalik qilayotgan narsalarimiz, boshqarayotgan narsalarimiz vaqtinchalik, o'tkinchi. Lekin haqiqiy boshqaruv, haqiqiy ega bo'luvchi zot Malikul Mulk, Al-Malik ekanligini bilishimiz kerak. Shunday podshohimiz bor ekanligini, shunday ilohimiz bor ekanligini, shunday qodir ilohimiz. Qarang, butun bar narsaning ilohi, podshohi. Shuning uchun Qur'onda Maliki yawmiddin Fotiha surasining boshida Alloh taolo o'zini shunday tanitdi. Ar-Rahman, qarang, alhamdulillahi robbil alamin. Lillah, Alloh. Ar-Rahman, Ar-Rahimni o'tdik. Shuning uchun ismlarini qarang. Alloh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kim? Maliki yawmiddin. Ya'ni hisobot kunining podshohi. Butun narsalarni xohlagan vaqtida tog'larni paxtaga aylantiradi. Xohlagan vaqtida yerni zilzila qiladi. Siz molikiman deyotgan zdaniyalaringiz o'zingiz egalik qila olmay qolasiz, kul bo'lib tushadi. Yonib ketadi. Lekin kim egalik qiladi bunga? Haqiqiy ega kim? Alloh. Malik. Inson shunda qalbi xotirjam bo'ladi. Shunday podshohim bor. Men shuni taniganman, men shuning xos bandasiman. Endi shuni xos ahli bo'lgingiz kelyaptimi? Unda Qur'on ahli bo'ling. Unda vali bo'ling. Avliyo bo'ling. Ana shunda Alloh taoloning xos, Malikning xos odamlari bo'lasiz, xos bandalari bo'lasiz. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم وتوب إلى الله التائب من الذنب كما لا ذنب له برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر